bo'lsa onay hayot bo'lsa qizlarim sizni so'rar ikki ko'zim yo'qara qizlarim sizni so'rar uyim to'ri bo'sh turar ona mehmonga keling ona mehmonga keling duo go'yim panohim suyanchim bilan yoqim duo go'yim panohim suyanchim bilan yoqim umr bersin ilohim dada mehmonga keling dada mehmonga keling dada mehmonga keling ona mehmonga ona mehmonga keling ko'ksimga tosh otganda qo'llab turgan har onda aka mehmonga keling aka mehmonga keling yoshagidan suygani kuchim katta qilgani yoshagidan suygani kuchim katta qilgani kuchim katta qilgani uka mehmonga keling mehmonga keling aka mehmonga keling uka mehmonga keling aka mehmonga keling uka mehmonga keling
mehribonim sarishtam hamma keldi birsiz kam singlim mehmonga kelib singlim mehmonga kelib ota mehmonga kelib singlim mehmonga kelib aka mehmonga kelib Salomat bo'lsinlar. Eldorbek Maqsudov boshchiligidagi Minojatxon opamiz jonlaridan aziz bo'lgan farzandlarni to'ylari munosabati bilan kamtorona dasturxon yozganlar. Albatta Muhammad Yusufga o'tiramiz esa savolat baxtli bo'lsinlar, o'zlaridan ko'paysinlar. Mana ota-onalariga o'xshagan chiroyli oila qurtoqda ammajonlar hisoblanishadi. Bu jonimiz mana ammajonimiz birgalikda bir chiroyli duolar bilan kechamizni boshlab bersalar, ana undan keyin menimcha davra fayzli va barakotli bo'lib davom etadi. O'z o'rnida esa kutib qolamiz. Hurmatli bu jonlarimiz, ammajonimiz hamroh bo'lsinlar. Kechamizni bir chiroyli duolar bilan boshlab beringlar. Kun mobaynida Xudo xolasa kelgan mehmonlarda albatta ko'ngillari olish bilan ovora bo'lib to'yimizni fayzli qilib davom ettirib boraveramiz davriga. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan mehmonlar, hammalarni xush kelibsizlar. Mana shu kechamizda qatnashib bo'lgan nabiram Muhammad Yusuf hamda kelinimiz bo'lishi obarxonlarni nikoh kechasiga to'planibdi. Shu fursatdan foydalanib men bularga baxt saodat tilayman. Umri uzun, rizqi baland bo'lsin. Topganlariga baraka bersin. O'g'il qizi ko'p bo'lsin. Shularni baxtiga Minojatga ham, Mamajonni ham umri uzun bo'lib, baxtli bo'lib, nevaralar to'la bo'lib, eshik to'la nevara bo'lsin. Assalomu alaykum kelgan mehmonlar, xush kelibsizlar hammalaring. Ahmad bilan kelinimiz baxtli bo'lsin. Qo'm gapiga men ham qo'shilaman. Onajon umringlar uzoq bo'lsin. Dunyo turguncha turinglar. Sizlarning davrlaringda ustoz san'atkorlarimiz mana Tavakkal Qodirovlarni tinglagansizlar, to'g'rimi? O'sha paytda jonli ijro bo'lardi, jonli ijro. Hozirgi kunga kelib e'tibor bersalaringiz, juda ham ko'p fonogramma bo'lib ketgan. Fonogrammadan juda ko'p foydalanadi. Unga siz e'tibor bermayotgan bo'lishingiz mumkin. Lekin bugungi san'atkorimiz Eldorbek Maqsudov faqatgina jonli ijroda sizlarning ko'ngillaringizni oladi. Davramizda onajonlarimiz Eldorbek Maqsudovdan go'zal tarona siz bu jonlar uchun taklif qilamiz. Marhamat. Husning guli tog'i qo'lida bayraq Sofiyaning ishqi boshima kulfat savdo Bilmam nasifat odam edi nozamanida Ko'zlari shahlo Qilding mana bir boqish ila husniga shaydon Jilva qildi jon Qilding mana bir boqish ila husniga shaydon Jilva qildi jon
Biz farzandlarni albatta bir chiroyli duo qilib, yaxshi niyatlar bilan yo'lga ko'rsatuvchi onajonlar bo'lishadi. Hamisha mana shu o'tirgan onajonlarimiz va farzandlarning baxtlariga savob bo'lsinlar. Yana bir bor muborak bo'lsin deb qolamiz. Bugun Xudo xolasa farzandlarning to'ylarini intizorlik bilan kutgan, ya'ni qolaversa kuyov to'ra Muhammad Yusuf mana tug'ilganlarni xursand bo'lganlari, xuddi mana shunaqangi qilib el oldiga dasturxon yozib bir chiroyli qilib to'y qilamiz deb niyat qilganlari, suyuklilari, otajonlari va onajonlari bo'lishadi. Davramizga taklif qilamiz. Mamajon akamizni va birgalikda mana Minojatxon opam kesinlar davramizni to'riga, ya'ni to'y boshilar bir ikki og'iz bir chiroyli tabriklar bilan xush kelibsizlar qilishib, faizli qilib kechamizni to'y boshlarimiz davom ettiradilar. Minojatxon opa, keling endi mana bugun xursandchilik albatta sizlarniki. Mamajon akamizni kutib qolamiz davramiz markazida. Minojatxon opam birgalikda, marhamat. Minojat opa, keling endi, kelavering. Kelinlar qarashadi, marhamat, ikki og'iz xush kelibsizlarga taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Bizni xonadonimizga kelgan mehmonlar, hammalaring xush kelibsizlar. Men farzandimiz Muhammad Yusuf, kelinimiz Lobaroylar baxtli bo'lishini xohlayman. Iloyim baxtli bo'lsin, o'g'il qizi ko'p bo'lsin. Boshimiz to'ydan chiqmasa, shunaqa to'ylarni qilaveraylik.
Rahmat, tashakkur. Muborak bo'lsin yana bir bor to'ylari. Yangi tashrif buyurgan barcha aziz mehmonlarimiz esa poymadamlarga hasanot. Xudo xohlasa, hozirgi ko'pmi dasturxonga tortilgan nozik ne'matlardan tanavvur aylab, Xudo xohlasa bugungi to'yda mazza qilib o'ynab kulib ketishlaringizni xohlab qolamiz aziz mehmonlar. Va biz yana davramizni bir chiroyli tabriklar bilan yaxshi niyatlar bilan davom ettiramiz. Xudo xohlasa hali ammajonlarimiz bor. Yana ikki o'tiramiz ammajonlarni taklif qilamiz davraga. Xilolaxon ammajonlari mana bir chiroyli tabriklarga taklif qilamiz o'z o'rnida. Bugun shodiyona, bugun xursandchilik o'z o'rnida kutib qolamiz. Marhamat. Va Janonaxon ammajonimiz hamroh bo'lsinlar. Xilolaxon va Janonaxon ammajonlar. Yana bir bor tushunchlar, quvvatli aziz mehmonlar, ozgina texnik sozlik bizda endi davraga hurmat bilan mana ammajonimizni taklif qilgan edik. Ammajonimizni ham hamrohlari bor albatta.
Bugün bana ciğerlerini, to'ylarni sizlarga ikki og'iz bir go'zal tabriklaringiz olsangda, ana undan keyin kechamizni davom ettirishing davramizda kuyov to'ramizni tog'alari Diyorbek akamiz albatta kinoyimiz bilan birgalikda navbatdagi go'zal tabriklarga hamroh bo'lishadi. Ana undan keyin asta-sekinlikda mehmonlarimizga yuzlanib, assalomu alaykum mehmonlar, hammalaring xush kelibsizlar. Biz ham o'zimizga bergan fursatdan foydalanib 2 yoshga baxt tilaymiz. Hamisha ota-onasi mana shunday baxtli, saodatli bo'lib, bola chaqalari ko'p bo'lib yurishimiz. Thank you.
Salomat bo'linglar. Minojatxon opamizni hurmatli katta xudolari ham bugun mudohalasa mana shu xonadalar, ya'ni xonadonning katta xudolari asli o'zlarining xudolari Minojatxon opa hamroh bo'ladilar. Davrimizda hurmatli mana xudozoda bir faizli qilib tushaysilar, qilishib yaxshi niyatlar uchun. Assalomu alaykum. Shu xonadonga yig'ilgan aziz mehmonlar, mana bugun biz jonim o'g'lim uylayotgan ekan, 2 yoshga baxt tilayman. Ularning uyda xonadonda hamisha shunaqa to'ylar bo'lsin. Erkala qudam ham bosh tortdan bo'lsin. Yana shu mahallaga o'g'il to'ylarida, sunnat to'ylarida shunaqa chiroyli bo'lib, dasmon faizli bo'lib, o'tirishlikni nasib aylasin. Hamma kelganlar xush kelsinlar. Yollayga qo'yilgan noz-ne'matlarni yeyishib o'tiringlar. Xonandalarga ham rahmat. Assalomu alaykum mehmonlar. Hammalaring xush kelibsizlar. Xonadonimizga noz-ne'matlarni yeb o'tiringlar. Rahmat kelganlaringga. Borlaringizga shukr, muborak. Ularga o'zim chiroyli tabrik berdilar. Albatta, ana endi galma-gal mehmonlarimizga yuzlanib, kechamizni davom ettirib borsak bo'ladi. Barcha mehmonlarimizga Alloh kayfiyat tilaymiz. Kelsinlar, bo'lmasa marhamat, qo'shiqlar nomidan birga yozib go'zal tabriklarni qilishib, opalarimiz kechamizni davom ettiradi. Kutib qolamiz. Rahmat. Mana shu to'yxonaga yig'ilgan aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Mana bugun Minojatxon va Mamajon akamning farzandlari Muhammad Yusuf va Lobaroylarni
bazmlar, nikoh bazmlarida ekanmiz. Bu 2 yoshga baxt tilayman, doimo baxtli bo'lsin. O'zlaridan ko'paysin, ota-onalarini hojilarga borishib, yurtimizga kerakli farzandlar bo'lishsin. Baxtli bo'ling. Men ham otamni fikrlariga qo'shilaman. Muhammad Yusufga baxt tilayman. Taklif qilamiz, marhamat. Birgalikda. Marhamat. so'ralgan bizdan og'alar tomonidan albatta Farida opa, Zuhraxon opa kelaylik. Ikkosi mana qarindoshlardan ikkosi bir go'zal chiroyli tabriklari tinglasakda, ana undan keyin yana kechamizni davom ettirsak. Kesinlar Faridaxon opa, Zuhraxon opa bugungi to'y boshlarimizni xursandchiliklariga sherik bo'lgan holda bemalol kelib mana to'ylarimizni muborakbod aylab kechamizni davom ettirasizlar. Faridaxon opa, Zuhraxon opa, qaysi tomonda opalarimizni kutib qolamiz. Albatta mana oila vakillari tomonidan taklif qilishlik so'ralgan bizdan. Kesinlikle ikkovsi bir go'zal tabriklarga hamroh bo'lsinlar. Kutib qolamiz. Keling, Zuhraxon opa, Faridaxon opa. Bir piyola choydan keyin bir go'zal tabrik qilib qo'yasizlar, niyat qilib qo'yasizlar.
Minojatxon opamizni oilalariga, farzandlariga birgalikda kelishib bir chiroyli niyat. Assalomu alaykum. To'yxonaga yig'ilgan barcha mehmonlar, hammalari xush kelibsizlar. Mana shu bugun to'y bo'layotgan Muhammad Yusuf, kelayotgan kelinim, qiz bo'lib kelsa Minojatga, ota-onalariga hamisha yondosh bo'ladigan farzandlar bo'lsin, baxtli bo'lsin. Yana u yoningga qo'yib olasan. Yo'q, Qoradagi bolam. Atırgülüm, atırgülüm, Sevara opa, Ma'rifatxon opa keling birgalikda bir kela choydan keyin sizlarga mana shu xursandchilikka sherik bo'lishga majbursizlar. Sababi to'y. Assalomu alaykum. Shu davraga kelgan mehmonlar, hammalari xush kelibsizlar. Mana bugun Minojatxonni o'g'lini to'y oqshomida o'tiribmiz ekan. Fursatdan foydalanib o'z nomimni, qolaversa barcha qo'shnilarimiz nomidan baxt tilayman. Hayotlari shunaqa chiroyli va go'zal bo'lsin. Baxtli bo'lsin. Akam bilan Minojatxon ham shular rohat farog'atni ko'rib yurishaversin. Rahmat. Xo'p bo'ladi. Malik opam hamroh bo'larkanlar, sizlar uchun navbatdagi Ya siz gelin, ya ben varım, ya siz gelin, ya ben varım.
Borilarga shukr. Qilamiz qizlari Xolida opam hamroh bo'lsinlar. Maqsudaxonaga endi bugungi xursandchilikka ikki og'iz bir chiroyli tabriklar bilan mana sizga hamroh Xolidaxon opamiz birgalikda kelishib, Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar. Xush kelibsizlar, hamalaringiz. Mana shu Mamajonni, Munojotxonni, o'g'il qizlariga baxt tilayman. Umrlari uzoq, rizqlari ulug' bo'lsin. Kelin qizimizga qadami qutlug' kelsin. Hamisha shunaqa xursandchilik kunda yurishlikni hammamizga nasib qilsin. Sog' bo'linglar. Mana bunaqa gaplarga qo'shilaman. Biz bilan birga kelib xursandchilik qilishlaringiz mumkin. O'z o'rnida kutib qolamiz hammajonlarimizni. Navbatdagi go'zal tabriklari albatta jiyanlari uchun va kelin-kuyovlar uchun. Ammajonlar, kelinglar, Munojotxon opamizning ammajonlari. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Hammalaring xush kelibsizlar. Yurtimiz tinch bo'lsin, dasturxonlar to'kin sochim bo'lsin. Allohim bemorlarga shifo bersin. Mamajon bilan Munojotxonam uzoq umr ko'rsin, bolalarini orzu havasini ko'rsin. Hojatda hojona bo'lsin. Muhammad Yusuf bilan kelin qizimizdan qo'sha qarib, baxtli saodatli bo'lsin. O'g'il qizi ko'p bo'lsin. Sog' salomat yurishaversin. Hamma farzandlari ham sog' salomat bo'lib, qizlari ham tushgan joyida aziz bo'lsin. Yuzlari yorib bo'lsin, mag'rur boshlari egilmasin, g'am ko'rishmasin, dard ko'rishmasin. Allohim sizlar ham yer xizmatida charchamanglar, sog' salomat yuringlar. Hammani shunaqa to'ylar yetkazsin.
sizlar nevaralaringizga aytib beramiz. Nevaralaringiz mast aylading degan o'shamidi, o'sha qo'shig'i marhamat talabalar. Aylanib birga kelamiz birga yoningdan ketgim kelmas hatto ko'mir vaqtini birga mast ayladik sarmast ayladik mening yuragimga bo'lmas ayladik sarmast ayladik mening yuragimga Rahmat, salomat bo'linglar. Birgalikda taklif qilsak bo'ladi. Hayitxon singlimizni taklif qilamiz. Nuriddin akamiz mana podsholar birgalikda xonadonni qizlarida navbatdagi bir go'zal tabriklarni tinglaymiz. Hayitxon kutib qolamiz davrada. Nuriddin aka birgalikda. Assalomu alaykum hammalaringga. Kuyovlarga baxt tilaymiz, baxtli bo'lsin. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Men xo'jayinimga nelarga qo'shilgan holda ukamga, sinimga baxt tilayman. Doimo baxtli bo'lsin. Taklif qilamiz. Thank you.
Diloramxon opamizni navbatdagi tabriklarga taklif qilamiz. Dugonajonlar nomida, oilalari nomlarida birgalikda bemalol kelishib to'y boshlarimizga albatta yaxshi niyatlarni, go'zal tabriklarni bildirib kechamizni mehmonlar davom ettiradilar. Assalomu alaykum. Yaqindan kelgan mehmonlar, xush kelibsizlar. Mana bugun dugonamiz Munojaxonni dugonani to'yiga kelibmiz. Dugonam xo'jayini bilan akam bilan baxtli bo'lsin. Hammangizdan kelin bilan baxtli bo'lsin iloyim. Uzoq umr ko'rib bu safar baxtli bo'lsin. Mana 2 yoshga baxt tilayman. Mashqimiz kelin bas qiz bo'lib kelsin. Hamisha baxtli bo'lsin. Opamizni taklif qilamiz ammajonlar nomidan. Yana Minojaxon ammajonimiz mana birgalikda kelinglar endi. Ikki og'iz mana tabriklarga, yaxshi niyatlarga hissa qo'shasizlar. Ushbu ammajonlarni taklif qilishlik albatta so'raldi bizdan. Taklif qilamiz. Before I come
Rahmat, salomat bo'linglar.